Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Dilasiz Zarifjonov kanali va do'stlar, bugungi videoda biz Dils 2026 o'yinida Mbappe yoki Haaland qaysi biri kuchli ekanligini ko'ramiz. Xo'p, bugun biz har xil challengelar o'tkazamiz. Mbappe bilan Haaland o'rtasida va qaysi biri kuchliligini bilib olamiz. Mana shu ikki futbolchi orasida kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi safar qanday futbolchilar qilishimizni. Biz undan hozir challenge'imizni boshladik. Birinchi bo'lib hozir 1-1 vaziyatdan gol uramiz. 1-1 vaziyatda hayotda Haaland yaxshiroq. 10 tadan hozircha 10 ta zarbadan birinchisi gol Mbappeda. Ikkinchisi ketyapti va ikkinchi darvoza boshlab oldi. Hop. Endi hozir 3-zarba ketyapti. Hop. Va gol. 3 ta zarbadan 2 ta gol bo'ldimi? Shunday. 3 ta zarbadan 2 ta gol. 4 ta zarbadan 3 ta gol bo'ldi. Endi hozir 5-zarba. Bunisi ham gol. Hop, 5 ta zarbadan 4 ta gol bo'ldi do'stlar. Bunisini qaytarib qoldi. 6 ta zarba va 4 ta gol. Hop. 7-zarba 5 ta gol do'stlar. Hozircha Mbappe ana bunisini ham ura olmadi. Hozir 8-zarba bo'ladi. Hop. 8-zarba ketdi. Hozircha Mbappe yomon emas. Bunisini ham qaytardi. 8 ta zarba, 5 ta gol do'stlar. 9-si. Mbappega nimadir bo'lyapti bugun. Va nihoyat gol. Va oxirgi so'nggi zarba Mbappe va gol. 10 ta zarbadan do'stlar. Hop, 10 ta zarbadan 7 ta gol urdik Mbappe bilan. Hozir endi yana ko'ramiz. Endi do'stlar jarima zarbasi tashqarisidan gol uramiz. Hop. Jarima tashqarisidan 5 ta zarba yo'llaymiz. Hop, hozircha 2 ta zarba yo'lladik va bitta gol Mbappe. Endi jarima maydon tashqarisidan. Uchinchisi ham narx ketdi. Endi 4-zarba Mbappe va gol. 4 ta zarbadan 2 ta gol va bu yerdan 5 ta zarba yo'llaymiz. Oxirgisi gol. Yaxshi Mbappe. Endi penaltidan ham 10 ta zarba yo'llay. To'xtanglar. Bu visual ekan hozir. Odam uyga o'tirsa bo'lmaydimi ota? Futbolchini o'zgartirib bo'lmaydimi? Nima bo'ldi? Mbappe. To'q bormi? Hoppa, birinchi zarba gol. Ularga xohlagan narsangni yesay. Bu qaytarish endi ikkinchi zarba penaltidan do'stlar. Hop. Do'stlar, kanalimiz yangi bo'lgani uchun like va obunani bosib tashlaylar. Podpishka qilib olasizlar do'stlar. Xo'p. 3-zarba darvozadan qaytardi. 3 tadan 2 ta gol do'stlar. Xo'p. Mana Mbappega beramiz. O'zi shu Mbappega tursa bo'lmaydimi? Hozir 5-zarba. Va bunisini ham darvozadan qaytardi. Yo'q, 4-zarba bo'ldi do'stlar. Hozir uzr, adashib ketyapman. 4 ta zarbadan Mbappe 2 ta gol urdi va 5-zarba 5 tadan 2 ta. Mbappe penaltini yaxshi tepardi. Mana shuni o'rtaga tepsam gol uradi. Zarba olma. 6 ta zarba va 2 ta gol do'stlar. Endi 7-si.
va gol. 7 ta zarbadan 3 ta gol urdi do'stlar. Kilian. Xo'p, Mbappe o'rtaga yo'llaymiz va bir olmayapti. 8 ta zarbadan 3 ta gol urdi Mbappe. Bu lekin bunday futbolchi uchun yomon natija-yu. Xo'p, zarba iyi bo'ldi do'stlar. Endi bu hozir oxirgisi bo'ladi, adashmasam yoki adashyapmanmi? Mana shu oxirgi zarbasi. 9 ta zarbadan 3 ta gol bo'ldi. Oxirgi zarba va gol. 10 ta zarbadan 4 ta gol urdi Mbappe. Endi do'stlar, shu narsani Haalandni takrorlab ko'ramiz. Xo'p, Mbappe birga bir vaziyatdan 10 tadan 7 ta gol urgandi. Jarima maydon tashqarisidan esa 2 ta gol urgandi. Haalandni ko'ramiz. Xo'p. Hozir birinchi bo'lib birga bir vaziyatda gol. Bittadan bitta. Ketdi ikkinchisi. Haaland hozircha yaxshiroq. Ikkinchisi ham gol. Ikkitadan ikkita do'stlar. Ajoyib. Erling Haaland hozircha yaxshi ketyapti. Va uchinchisi ham gol. 3 tadan 3 ta do'stlar. Haaland juda ham zo'r ketyapti. Va bunisi sal uchib ketdi tepaga. 4 tadan 3 ta gol bo'ldi do'stlar. Haaland hozircha yaxshi ketyapti va bunisi ham gol. 5 tadan 4 ta do'stlar. Bitta zarba noaniq ketdi. Hozircha Haalandda va bunisi ham gol. 6 tadan 5 ta do'stlar. Va bunisi ham gol do'stlar. 7 tadan 6 ta gol. Haaland gol. 8 tadan 7 ta. Juda ajoyib ketyapti Haaland. Bunisini ura olmadi. 9 tadan 7 ta. Oxirgi zarba va Haaland aniq. 9 tadan 8 ta do'stlar. Birinchi raundda 10 tadan 8 ta. Birinchi raundda Haaland yutdi. Endi olis masofadan zarba. Birinchi darvozabon ushlab oldi, ajoyib. Lekin darvozabonimiz ham juda kuchli do'stlar. Chiqarib olamiz to'pni. Ketdi ikkinchi zarba. Va Haaland yomon kirdi. Mbappe 5 ta zarbadan 2 ta gol urgandi. Uzoqdan. Bunisini ushlab oldi. 3 tadan bitta gol. Erling Haalandda. Hozir bu zarba hisoblanmaydi, shunchaki qaytadan boshlash uchun edi. Va ura olmadi Haaland. Qaytganini ham ura olmadi do'stlar. 4 tadan bitta, agar hozir ursa Haaland durang bo'ladi. Ura olmadi do'stlar. Hozircha 1-over. Birinchi raundda Haaland, ikkinchi raundda Mbappe yutdi. Endi oxirgisi penalti. Hozir mana bu Haaland tepgan hisoblanmaydi. Bu yerda o'zimizda Haaland tepadi mana. Birinchisini ura olmadi. Mbappe 4 ta gol urgandi 10 tadan. Xo'p, Haaland ham takrorlarmikan, osholarmikan. Hozir hal qiluvchi do'stlar, oxirgisi yutib ketishi mumkin. Va mana 2 dan bitta gol urdi. Erling Haaland. Haalandga beramiz. Qani o'rtaga tepishdan qanday ekan Haaland? Ura olmadi do'stlar. 3 tadan bitta. Xo'p, ketdi endi. Va gol do'stlar. 4 tadan 2 ta gol. Haaland hozir agar yana 3 ta gol ursa bo'ldi. Mbappeni yutadi bu o'yinimizda, bu videoda. 5 tadan 4 ta gol bo'ldimi? 5 tadan 3 ta gol bo'ldi do'stlar. Uzr, adashib ketyapman-da. Xo'p, do'stlar, kommentariyada
keyingi safar qanday kim bilan kimni, ya'ni qaysi futbolchilarni shunday qilib challenge qilishimizni yozib qoldiring va albatta ularni ham xuddi mana shunday qilib challenge qilamiz va Holland 6tadan 4 ta urdi. Hozir yana bitta gol ursa Mbappe, Holland bu bugungi videomizning g'olibi bo'ladi. Qani voy darvozabon hozir Mbappe yutqazishiga yo'l qo'ymayapti-ku. 7tadan 4 ta gol Mbappe bilan tenglashib oldi va Holland gol do'stlar. Bo'ldi. Tugadi va bugun Holland va Mbappe ni challenge'da Holland yutib chiqyapti. Afsuski Mbappe yutqazdi. Xo'p, do'stlar, mana keyingi safar qaysi futbolchilarni yana shunday challenge qilishimizni aytib o'tdik. Mana bu mening akkauntim. Bu yerda har xil futbolchilar bor. Xohlagan futbolchingizni yozib qoldiring. Biz shunday challenge qildiramiz. Bugungi videomiz shulardan iborat edi, do'stlar. Hammanglarga xayr, sog' bo'linglar. Xayr do'stlar.